yuvasiz, keyin esa tishingizni oqartirasiz. Variantlarni eshiting. A. Tish pastasi bilan, B. Ko'mir bilan, C. Echki suti bilan, D. Siydik bilan. Va to'g'ri javob D. Siydik. What? Ha, bu hazin emas. Qadimgi rimliklar mana shu suyuqlik tishni oqartiradi deb ishonishgan va umuman olganda bu fikr noto'g'ri bo'lmagan. Sababi peshobni tarkibida vaqt o'tishi bilan ammiak hosil bo'ladi. Ammiak esa kuchli tozalovchi. Hozirgi kundagi ko'plab tozalovchi vositalarda ham ammiak ishlatiladi. Rimliklar buni ilmiy tushunishmagan. Ular shunchaki tishni oqartirish uchun ko'plab suyuqliklardan foydalanib ko'rishgan va aynan o'sha suyuqlik bilan, ya'ni siydik bilan yuvilgan tish oqroq ko'rinishini payqashgan va bu oddiy odatga aylangan. Menda qiziq savol bor. Kim birinchi bo'lib tishini yuvib ko'rgan? O'sha bilan. Kulgili tarafi, hattoki Rim ko'chalarida mana shu suyuqlikni yig'ib oladigan maxsus idishlar bo'lgan. Odamlar kelib, sariq suyuqlikni to'kib ketishgan, keyin o'sha mahsulot tish tozalovchi, kir yuvuvchilarga sotilgan. Ha, ular ba'zan kir kiyimlarni ham yuvib turishgan mana shu bilan. Xudoga shukr. Baxshot chanqab ketdim suvovar. Men bu ko'piylar yozibdi. Va o'z-o'zidan buni oqibatida Rimda ajoyib biznes paydo bo'lgan. Rim formulasi asosida tayyorlangan sariq tishlarni oqartirish xususiyatiga ega bo'lgan sariq eliksir. Har bir tomchisi bobolar merosidir. Murojaat uchun pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Eng absurd joyi, imperator Vespasian hattoki bu savdoga soliq ham qo'ygan ekan. Umuman olib qaraganda, soliqlarni vaqtida to'lagan har qanday oddiy odam ham kunlik qanchadir miqdorda tirikchilikka ega bo'lgan. Bugun ko'proq pul topishim kerak. Odamlarga ham hayron qolasan deb, bir qarasang sidini foydali deydi, bir qarasang pomidorni zaharli. Ha, hozir biz fast foodlarni pomidor yoki undan tayyorlanadigan ketchuplarsiz tasavvur qila olmaymiz. Ammo shunday davrlar bo'lganki, yevropalik odamlar pomidordan qo'rqishgan. Hammasi 16-asrda pomidor ilk bora Amerikadan Yevropaga olib kelinganida boshlangan. Qip-qizil rang, g'alati ko'rinish, notanish o'simlik. Va eng yomoni, bu o'simlik it-uzumlar oilasiga mansub edi. Va bu oilada rostdan zaharli mevalar bor bo'lib, insonlar mana shundan kelib chiqib pomidorni ham zaharli deb xulosa qilishgan. Rostdan ham yevropaliklar hamma narsani g'alati qabul qilishgan ekan-a? Ammo hamma gap faqatgina tashqi ko'rinishda emas edi. Pomidorni iste'mol qilganlar rostdan ham zaharlanib vafot etishgan. Lekin qanday qilib? Uni zaharli deb ishonishgani uchunmi? Yo'q.